Eshityapsizlarmi? Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Mana bu yerda o'tirgan hamkasblarimiz, talabalarimiz, mehmonlar, hammalaringizni xush ko'rdik. Mana shu yosh avlodga, yosh ijrochilarimizga befarq bo'lmaganlaringiz, shularni qo'llab-quvvatlab, mana shu yerda ota-onalar, ustozlar, hammalaringizga katta rahmat deyman. Avvalambor mana shu yerda ijro qilgan yosh talabalarimizdan xursand bo'lyapmiz. Zamonni zayli ko'rib turibsizlar, zamonga qarab o'zgarishlar bo'lyapti. Bir paytlar biz o'qigan davrimizda ijro qilingan asarlar hozir yoshlarga o'shalar bilan ular qoniqmayapti. Ular mana hozirgi zamonbop qilib, chet el kompozitori deysizmi, kinolardan deysizmi, boshqa bir haligi estrada yo'nalishida deysizmi, hammasini o'zini xohishi paydo bo'ldi-da hozir. Ularga yo'l ochildi. Mana shulardan bir shoxchasi shu bugun Vohidjon harakat qilib olib chiqib sizlarga ko'rsatdi. Men o'ylaymanki, bu izlanishlar hali kimgadir balki yoqar, kimdir hali oxirigacha yetib tushunmagan bo'lishi mumkin, lekin kimlargadir juda ham yoqar. Bu zamon uni ko'rsatadi. Haligi elagandan keyin kun ajralib chiqqanda yaxshi ansambllar, yaxshi sozandalar ajralib qolaveradi. Qolganlar deydi o'rganish jarayonida, lekin ular ham shart yo'qotmaydi. Baribir har bir qilingan mashq, har bir qilingan ijro, har bir sahnaga chiqqanlar bular butun umrga shu bolalarning esida qoladi. Shuning uchun men avvalambor shunchalik mehnat qilib sahnaga olib chiqqan Vohidjonga katta rahmat deyman. Qolaversa bizlarning kafedra mana hozir Shohruh ijrochiligida o'zlari ham o'tirganlar ko'p biladi. Hamma sinflar hozir o'zini mahoratini ko'rsatyapti. Har bir o'qituvchi o'zini sinfini shogirdlari bilan chiqib ko'rsatishyapti. Hammasini yo'nalishi o'ziga yarasha. Har birini mana Odiljonning ham xuddi shunaqa hozir aytib beradilar, ansambllari bor. Qahramonjon mana Nazira Qijiyechilar bilan juda ko'p ansambllar ham, ashula ham bor bunda. Ular ham izlanishda. Kimdir ashula aytib qijiye chalayapti, kimdir haligi duet qilib chalayapti. Hamma izlanyapti. Izlanish davriga keldik. Chanchilarda Ahadjon rahbarligida Chanchilar ansamblini yana qaytadan boshlab turg'izdik bu yoqqa. Shulardan bir haligi harakat qilib, ular ham bir yo'nalishda hozir o'zicha oqtarishyapti. Qanaqa qilsakki, shu yoshlarimiz ham o'zi xursand bo'lishi kerak, ham eshituvchini rozi qilish juda qiyin. Hozirgi ayniqsa eshituvchini ko'nglini topish juda qiyin bo'lib qoldi. Shuning uchun juda ko'p mashq qilish kerak, juda ko'p izlanish kerak. Ustozlarimizga, hammalaringizga men o'ylayman, rahmat. Bizlarni ham ustozlar o'tib ketgan. Mana hozir bizlar endi ustozlik qilyapmiz. Bizdan keyingi avlod ham mana tayyor turibdi, hozir o'rganishyapti. Shuning uchun hammalariga omad tilayman. Bundan keyingi konsertlarda ham mana shunaqangi har bir sohani o'zini qo'llovchilar bo'ladi. Bizlarni endi san'atda qo'llovchi mana o'tirganlar. Menimcha har doim qo'llab-quvvatlab yordam berib tursak, san'atimiz ham har doim gullaydi, oldinga siljiydi, farzandlarimizga bir qanaqadir foydamiz tegadi deb o'ylayman. Sizlarga katta rahmat, kelganlaringizga rahmat sizlarga. Assalomu alaykum, hamdalaringizga. Bugun men o'zi Abduvohobni sanamiz yaxshi taniymiz, yaxshi bilamiz. Iste'dodli bir sozanlarni bilardim, lekin bugun boshqadan bir kashf qilgandek bo'ldim. Bu o'zi indamasdan kam gap, kam sukun, kamtar bir bola bo'lsa ham ichida bir gap ko'p ekan deb o'yladim. Buncha bir asarlar tanlash, o'zi konsertda bir muvaffaqiyati, buni bir yaxshi ijro qilish bilan birgalikda bir 50%ga o'shani konsert dasturi qanday tanlanishiga bog'liq o'ylayman. Конечно. Bugungi asarlar tanlanganligi, hamma yo'nalishlar, hamma bastakorlar, ayniqsa Sayfiddin Yo'ldoshev asarini masalan men juda ham xursand bo'ldim. Ijro etib hech kim xayoliga kelmagan asar. Boshqa asarlar ham, man Dutorchiq qizimiz chalgan asarni ham hech ansamblda chalishini ko'rmagandim. Qanaqa chalishar